yordam berdimi? Ha, albatta. Gruppani qimirlatish uchun haligi mendan mahsulot olganlar, ular albatta 1 oy, 2 oy ichgan bo'lsa, izidan men shu mahsulotni ichdim, menda judayam yaxshi deb yozgandan keyin yana boshqalari ham shu mahsulotni olishga klient kelardi. Aytmoqchisizki, siz odamlarni aynan o'sha natijalari bilan bo'lishish va sizdan savdo qilayotganini ko'rsatib bera olishni o'rgandingiz. Natijalarni ko'rsatdi-da odamlar. Gruppamga natijalarni ko'proq tashardim shu. Natijalar gruppamiz bor-ku, o'zimizdan ham olib tashardim natijalarni. Shunday qilib zakazlarni ko'p yig'ib olganman. Keyin oyning oxiriga kelganda balim yetmay qolsa, oyning oxirida bu ham judayam yaxshi ish berdi. Bitta klientim mendan kollagen sotib oldi. Shunday qilib gruppani yurgizish oson bo'lar ekanda, klientlarni yig'ib olishga bo'lar ekan shunday qilib. Videoga tushishning o'zi men uchun judayam qiyin bo'ldi. Gapirishga ham uyalardim. Keyinchalik asta-sekin video olib o'rgandim. Keyin mahsulotlarni ko'rsatib ham dumaloq videolar olib gruppamga tashab turdim. Yaxshilab darslikda polniy qizlarning ko'pi qatnashmadi, lekin mana Hilola, Nasiba, Kamola bularga katta rahmat. Yaxshi aktiv ishtirok etishdilar. Asosan Kamolaxon judayam yaxshi aktiv ishtirok etdi. Qizlarjonlar, bular hozir hayajonlanyapti. Gaplarini ham esdan chiqarib qo'yaptilar. Bularni debyuti liderimizni birinchi kuratorlik ishlari bo'ladi, azizlarim. Bular hozir nima deydi? Shuning uchun gapirayotgan gaplari to'xtab qolishiga e'tibor bermay, xudo xolasa bir 5-chi kuratorligidan keyin shaqillat va ruhani tinmay gapirishini ko'ramiz, xudo xolasa. Samim glavni videolarini уже olyaptimi? Demak, все, bu yog'iga davom zo'r bo'ladi. Qoyil qolgan tarafi nafaqadagi ayol. Sizlar mana sizlar azizlarim, kelinglar, men videoni yoqayli, meni tomosha qilinglar, meni ko'zimni ko'ringlar, ko'zimga qarab. Azizlarim, mana nafaqadagi ayol. Mesestra mana. Qanaqa qiyin, nima deydi, sog'lig'ida problemalar bilan kelib, lekin biznesga qiziqib, biznesini qilyapti. Aytinglarchi, mana o'tirgan ishtirokchilar, nima kaminglar bor Arxon opadan? Ular tim bo'li tushunmay, endi o'zingiz o'ylang, qari odam qanchalik qiynaladi video yaratishga, uni nima deydi, cho'qilab mana qilib yozishga. Misol, meni onam baray deb